Bugun Yuxini tug'ilgan kuniga tort olishga keldim va albatta sovg'alar ham. Yuxi yaxshi ko'rgan parfyumeriyalarni oldim. Juda ham yaxshi ko'radi hozir. O'syapti, katta bo'lyapti. Parfyumeriya sotishga, yuziga har xil uxudlar qilishni juda ham yaxshi ko'radi. Shuning uchun har xil yaxshi ko'rgan sovg'alarini oldim va albatta tort olishga keldim. Yuxi oddiy tortni yomon ko'radi. Ice cream, ya'ni morojnilik tortni yaxshi ko'radi va shu morojnilik tortni olishga do'konga keldim. Ketdik, birgalikda olamiz qizimga tort. Yuxini yoshidagi bolajonlar oddiy tort emas, Koreyada hozir morojnilardan tayyorlangan muzdek tortlarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun morojnili tort olishga keldim. Kelsam bu yoqda har xillaridan bor, lupilli, har xil mevali tortlargacha bor. Lekin Yuxi mintli, ya'ni juda ham g'alati ta'mli bo'lgan morojnini juda ham yomon ko'radi. Shuning uchun ham Yuxi yaxshi ko'radigan shokoladli tortni olishga qaror qildim. Menga juda ham yoqdi va shu ice creamli, ya'ni morojnili tortni o'zim tanladim. Ko'rganingizdek juda ham chiroyli va bejirim bolajonlar yaxshi ko'radigan tort. Tug'ilgan kunini uyda qilishni xohlagan Yuxiga meni olgan tortim yoqadi degan umiddaman, chunki mehrimni ham qo'shib bu tortga oldim. Juda ham chiroyli.